Assalomu alaykum. Sabah ovozliq asarlari kanaliga hoş geldiniz. Kanalımızda Qaynam o'rkishi, Chala tekkan o'q, Manas daryosidan qaytish, Anjambay, Sarson ruh, Qonliq iz, Qonliq edir, Turma xotirlari mahbus ruhlar, tarixiy tazkira asar Ediqut o'g'lonlari Mo'ytilar jamiyati, G'ini Batur, Eli do'lqinlari qatorliq romanlar, Sabit Damolamning qisqacha tarjimali, Xo'janiyaz Hojining ish faoliyatlari, shoir Toyir Talib bilan Ro'zi Saidning mushoirasi, Abdurahim O'tkirning Tova deyman Tova nomli she'ri qatorliq asarlar bor. Asarlarimizni yoqtirib anglashingizni qarshi olamiz. Asarlarimizni boshqa to'plarga va do'stlarga tavsiya qilib qo'ying. Rahmat. Әмді аңлайдығыныңлар, Шинжан Xalq Nashriyati 2000 yılı 1 aydan nashr qilgan roman Eli Dolqonlari, avtori Abdurahmon Qahar. 2 qism, 10 bob, davomi. Shimoliy frontning har qaysi saflarida urushga yetakchilik qilgan komandirlarning ruhiy kayfiyatiga, hissiyotiga toza diqqat qilganda, ularda bir xil tushkunlikning chiqib turganligini bilib olish tas emas edi. Ularning yodiga qo'mondonlikqa bergan va'dasi, ishonch bilan aytgan so'zlari keladi va ashu va'dalarning dahshatli qiyoqos cho'qonlar ichida sherdek yo'rkirab kelgan kuchlik oyoqlar ostida yonjilib o'chganligini dammu-dam eslaydi. Kishining butun vujudi alam bilan yonsa, uningdanmi ortiq azob bo'lamdi. Ular o'z tarixlarini mag'lubiyat, alam, azob bilan yozman deb o'ylamaganda, olta to'k-to'kning qo'lidan nim keladi deb g'alvargan. Biroq ashu olta to'k-to'kning g'azabidan o'mchiyib, xuddi put ko'ygan to'qidek dengaqlab qilish etuqsiz azob emasmi? Bundaq ig'ir azobning ifodalamasligi mumkinmi? Bundaq ahvolga texi butunlay duch kelmagan Janubiy Shinjang ham Sharqiy Shinjangdan kelgan komandirlarningmi ruhiy kayfiyatini ustun digili bo'lmaydi. Ularningmi atrofida paydo bo'lgan uchqunlar, yolqinliq ovozlar ularnimi dakka dukkaga silib qo'ygan. O't ulg'aysa o'chirmak tas, balki o'chirman deb kuyib ketishingmi mumkin. Shimoliy front komandirlarining beshiga kelgan ig'ir azobni ularning beshiga kelmaydi deb kim aytalaydi? Shinjang garnizon shtabining qo'mondoni xuddi buyruq beradigandek surlik tusda o'rnidan turdi. Boshqalar xiyollarini uzib, uningga qarashdi. Milliy qismlar 3 front tashkil qilgan. Birinchi Shimoliy front, ikkinchi O'rta front, uchinchi Janubiy front. Biz buningga qarshi ularning o'z ichidan 3 front tashkil qilmoqchimiz. General amdi konkret masalalarga o'tdi. Biz Shimoliy frontdan xotirjam Osmanni asosan qurollantirib bo'ldik. Ko'rib turibsizlarki, u o'zimi oxirgacha elishmoqchi. Uning hozir qurolliq 2000 dak odam bor. Qurolsizlari uningdan nechasi ko'p. U ovozni kuchaytirib varqirdi. Gochong otliq diviziya komandiri. Gomindanning Gochongda turishliq otliq diviziya komandiri o'rnidan irg'ib turdi. Bundan keyin Osman bilan bo'lgan munosabat siz orqali bo'ladi. Xo'p, Osmanning vakillarini yaxshi kuting. Sovg'a salomlarni aymay avatib turing. Hozirgacha biror rota atrofida qo'shin avatsingizmi bo'ladi. Keyinroq biror batalyon avatishimiz mumkin. Aloqani uzildirmang. Bizga vaqti-vaqtida ahvollarni ma'lum qilib turing. Faqat qurol-yarog' avatishni biz bilan maslahat qilsangiz bo'ldi. Xo'p, bo'ladi, general janoblari. O'rta front masalasini mundaq qilamiz. Savanning hokimi Qalibek, saqchi boshlig'i takamanlarning hozirgi ahvolidan qaraganda, ularning ili tarafga noroziligi bor ekan. Hatto ular milliy armiyaning Savanda turishliq eskadronini o'zlariga mayil qilyapti. Bularni qo'lga keltirish kerak. U yana qattiq vaqirdi. Qutubida turishliq diviziya komandiri. Gomindanning Qutubida turishliq diviziyasining komandiri o'rnidan chachrab taq turdi. Sizning qo'l ostingizdagi 8-polkning komandiri Urazqong'u deyman. Shundoq, hurmatli general. Bu polkni aslida Jonimxon, Xodivanglar qurgan, shundoqmi? Shundoq, janobiy general. Urazqon bilan Qalibek aslida do'st og'in edi. Ili to'planga ko'tarilganda Urazqon bu yoqda, Qalibek u yoqda edi. Xayriyat, Qalibek u to'planga qatnashdi va Savanga hokim qilib qo'yildi. Biroq u cho'ngroq amal o'ylagan, ish kutganidek bo'lmagandan keyin
hökumetidan norozi bo'lib, taq chiqib yetib oldi. Chaqirsimo kelmagan. Bu biz egilagan ishonchli ma'lumot. Shundaq paytdan foydalanib, O'rozqon uni qo'lga keltirishi kerak. Uning orqa tariki 8-polk bo'ladi. Uningga kelgusida Shinjongda Osmondan keyingi boshliq bo'lganligini, buni hukumat o'ylashganligini aytsin. Xo'p, paytni qo'ldan berib qo'ymaslik kerak. Qancha tez bo'lsa shuncha yaxshi. Jazman o'rindayman, hurmatli general. Üzüldürmey, puraqliq tamaka çekişip olturgan komandirlarning andishisi asta-asta tarqalmoqda edi. Aqsu Muzattin front echish ta's bo'ladi, dedi qo'mondan oxirgi planga o'tib. U yerdagi bizning qismlarimiz bir oz zarb yedi. U yerdagi fuqarolarmo elidan umidlanib qoldi. Qarshahar tog'lari g'arbda eli bilan tutishdi. U yer harakatlanishga qulaylik. U yerdagi Mo'ng'ul askarlaridan ham Mo'ng'ul Vangning yerlik askarlaridan qo'g'dinish nomi bilan bir atrat tuzish va qo'g'dinish atratining boshliqligiga Urumchi ofitserlar maktabini bitirgan Dajitni belgilash kerak. Ular bizning Saxanda turayotgan qismlarimizni orqa taraf qilib, bir tarafdan milliy qism ichidagi Mo'ng'ullar bilan yo'shirin aloqa qilishi, yana bir tarafdan hujum qilish kerak. Hurmatli general, dedi o'rindan turib, Qarshaharda turishliq diviziya komandiri. Mo'ng'ul Vang va Mo'ng'ullar bizning gapimizni anglamaslik mumkin. Nima uchun? General ta'jublendi. Qarshaharda turishliq 5-polk bo'libmi Xijingda turishliq 1-batalyonimizda harbiy intizom bo'shashgan. Bulanchilik, o'g'rilik, bosqinchilik qilish bilan fuqarolarning g'azabini qo'zg'ab qo'ygan. Nima? Mushundaq jiddiy paytdimi? Undaqlar jazolanmaydimi? General o'ngdi. Jazolandi. Ular butxonadagi mis butlarni o'g'irlab, Mo'ng'ullarning urf-odatlariga hurmatsizlik qilgan. Mo'ng'ullarning noroziligi kuchlik. Norozilikni qanday yo'qotish mumkin? General xuddi avval o'ylanib olgandek darhol javob berdi. Hal so'rash, oqsoqollarga sovg'a taqdim qilish orqali har qanday qattiq norozilikni yumshatqili bo'ladi. Biz bu yerdan Mo'ng'ullarning turmush lazimatlari bilan hal so'rash, kechirim so'rash umiki avatimiz. Sizlarmo bir o'mak tashkil qilinglar. Siz bering, kechirim so'rang, yelining, oyg'iga yiqiling. Qapqa echilmaganini men ko'ray. Har qanday yomon ishningmo beshini selisingiz erklaydi-ku. So'g'u salomning sizdan cho'ngroq yuzi bo'ladi. Jazman shunday qilamiz, hurmatli general. General uzun so'zini o'rinlashtirishlarini tugatgandan keyin yumshoq o'rindiqqa o'ltirdi. U terlab qizirib ketgan edi. Stakandagi sovib qolgan chiyini biraqla ichivetdi. Qo'l yog'liqi bilan yuzlarini surtida tamakisini aldirmay tutashtirib chekishga boshladi. Har qaysi saflardan kelgan komandirlarning yuzlarida, ko'zlarida aks etgan boyqi tushkunlik, alam alomatlari tarqab, ular xilala xotirjamlanib qoldi va o'zaro gudonlashishga boshladi. Qo'mondan qo'lidagi tamakisini texi chekib tugatmasdilla eng oxirgi so'zini aytdi. Bundan keyin milliy majralardan qat'iy saqlaninglar. Kuch viloyatga chetishlik bo'lgan siyosiy gumonliq odamlarni darhol qo'yib beringlar. Bilishinglar kerakki, bu bizning yuqorida so'zlagan mudda planimizni ishga oshirishda kam bo'lsa bo'lmaydigan muhim omil. Qani, tarqilinglar. Tong etib qoldi. 11-bob. Bu sehrgarning olqinidek ajoyib sirliq yer. Bir qarsang jimjit, odamning qarsi ko'rinmaydi. Qo'yuq qor yog'och jangolligi. Hamma narsa polik shtablaridan tortib, ot eg'illargacha yer ostiga joylashgan. Bu yer osti uylariga necha polikning joylashib ketganligini kimmi bilsin? Texi maxfiy postlarningla emas, oshkora postlarningmi qayerda, qanday holatda turganligini hech kimmi bilmaydi. Bir qarsang shunchalikovat, harbiy mashqlar shiddat bilan elib berilayotgan, nutuq leksiyalar so'zlanayotgan. Kundalik turmushga kerakli hunarlar o'rganilayotgan jushqun yer, rotalar, vozvotlar ayrim-ayrim o'xshamagan faoliyatda. Ana, qor yog'ochlarga yo'linib bir turkum jangchilar o'ltirishdi, o'ra turishdi. Balki razvedkachilar bo'lsa kerak, so'zlaguvchining so'zidan xotirmi yozayotdi. Dushmanning orqa sepiga o'tishning eng yaxshi vaqti bo'ronliq, qarshi varg'anliq, judun chopqinliq mazgil. Razvedkachi har xil puroqlarni sizishga mohir. Har xil qushlar, jon-jonivorlardek sayrashga usta bo'lish kerak. Uning nerisida bir rota jangchiga qurollarni etish, ishlatish, remont qilish, chuvish, tozalab turish,
pokiz tutish to'g'risida leksiya qilinyotidi. Qurol jangchining jini, jangda jangchining qurolni ishlatolmay qilishi yurkining to'xtab qolganligi bilan barobar. Shunga qurolni davomli asrab, pokiz tutish lozim. Uning narsida yana bir to'p jangchiga harbiy ustabdan buyruqlarni ijro qilish, intizomga rioya qilish va uni saqlash to'g'risida dars o'tilyotidi. Urush qilganda dushmanga rahim qilmaslik, dushman taslim bo'lganda qon to'kmaslik va asirlarni qo'g'dash bu harbiy intizom. Har xil harbiy mashqlarmo intayin jiddiy ilib berilmoqda. Bir vozvot jangchi yer bag'irlab yurmoqda. Shig'illiq, tashliq yerdan ovoz chiqarmaslikqa tirishib, xuddi kaptarni marlab yurgan mushukdek yerga chaplashib harakat qilmoqda. Azgalga tushmoqda, o'riga chiqmoqda. Bir nuqtani ko'zdan qochirib o'tmaslikka tirishmoqda. Vozvot komandiri qo'lidagi tayoqcha bilan jangchining tapiniga noqidi. Ya'ni ko'tarib oldim. Tapanning so'ngini yerga chaplab turishing kerak. Shimoldagi taqqa bir rota jangchi yurish qildi. Ularga ig'ir vazifa yuklangan. To'ydirmay yurish qilib, u yerdagi dushmanni qon to'kmay taslim qildirishi va u strategiyalik o'rinni ishg'ol qilishi kerak. Ana, qarig'ashliqning chetida granat tashlash, quchoqlama jang mashqi ilib berilmoqda. Jangchilar dushmanlarga ittik nayza urmoqda. Atakaga o'tgan jangchining tuz siziq bo'yicha yugurmay, yilon bag'ri, agir to'qay yugurishi ko'rsatilmoqda. O'ynaqlab turgan atlar ustidagi jangchilarning chiroyi jiddiy tus olgan, qilichlarini qinidan chiqargan, bir o'rinda turolmay tipchaklab turgan atlar qo'yib berildi va birining keynidan biri uzilmay, yalqulinib yinayotgan o't chambarakidan sho'ng'ib o'tishga boshladi. Egizligi 1 metr, 1 metr 20 santimetr to'salg'u tomlardan tapini qizigan atlar irg'ib sakirmoqda. Kengligi 3 metr, hatto 4 metr xandaklardan g'uy atlab o'tmoqda. Xuddi dulduldek oyog'i yerga tegmayotgandek chapmoqda, uchmoqda. Yalang'och qilichliq jangchilar oldida qechib turgan dushmanlarga g'azab bilan qilich urmoqda. Dushman boshlari yerga pulanglab tushmoqda. Ana, dushman qo'rshavini buzib chiqqan otliq jangchilar, ular butun gavdasini otning bir tarafiga tushirib olib, bir qo'li bilan otning bo'ynidan quchoqlab, yana bir qo'li bilan kaynidan qo'g'lab kelgan dushmanlarga qayrilib o'q uzmoqda va ularni do'mlatmoqda. O'rindilayotgan harbiy mashqlar jangchilarning jangovarligi eshib, bu yer har kuni ma'lum vaqt jonlanib ketadi. Biroq birla buyruq, signal chilinishi bilan bu yerda hech kim qolmaydi. Hammasi boshqa mashg'ulotlarga ko'chib ketadi. Ya zimlankalarda naqsha soz, ya qiziqchilik chaqchaqlar boshlanadi. Ya bo'lmasa gazet o'qish ilib beriladi. Shu tapda 2-rotaning zimlankalarining birida yig'ilganlar ichida Hiviz Lapchi bilan Davudjon qiziq, rosa qiziq gapga tushgan edi. Ikkisining bir-biridan farqi, Hiviz Lapchi bir lap etib hammani kuldirib o'tadi-da, o'zi hech narsa demagandek, hozirlanmagandek faqatla kulmaydi. Davudjon qiziq bo'lsa bir qiziq gapni qiladi-da, hammadan burun o'zi kulib ketadi. Zimlanka ichida ularning og'ziga qarab o'ltirgan jangchilar qiziqchiliklardan hozirlanib, teliqib kuladi. Ba'zilari o'zini tuta olmay do'milab ketadi. Bu shu tinch cheksiz o'tayotgan kunlarda jangchilarning alohida qatorga qo'shilgan ko'ngil etishlarining birisi edi. Nurg'un jangchilar naqsha soz yangrayotgan zimlankalardan chiqib, qiziqchilik bo'layotgan zimlankalarga kirib oladigan bo'ldi. Nimishqa desangiz, naqsha soz baribir ko'ngilni yerim qiladi. Ota-onangizni esga soladi. Yiroqda yo'lingizga talmurib turgan go'zal yoringizni ko'z oldingizga keltirdi. Azoblaydi. Qiziq gaplar kishini kuldirdi, hozirlandirdi. Hamma azobli xiyollarni yiroqqa qochirdi. Shunga jangchilar harbiy dars leksiya yoki jafoliq mashqdan tushibla Hiviz Lapchi bilan Davudjon qiziqchini izlaydigan bo'lib qoldi. Bir kuni jangdagi qo'mishliqda toza qattiq jang qilyotdik, dedi Davudjon qiziq yana gap boshlab. Qo'mondonchilar uch tarafimizni qorishib oldi. O'q degining mo'ldirdak yog'di. Bomba degining osmondan tosh yig'ayotgandek tushyotdi. Oxir hech bo'lolmay, Ashir kaptan ikkimiz "G'uljina desan" deb keynimizga chekindik. Bir chaqda qo'mondonning bir kurashchi aeroplani ikkimizni qo'g'lab keldi. Biz yer beg'irlab qochatdik.
U g'arqirab kelatida dumbimizni silabla o'tib ketadi. Yana aylanib kelib silabla o'tib ketadi. Bizda jon qolsinmi? Aeroplan kechi qo'g'lidi. Bizmo qechiverdik. Atiganda Shexodan chiqib qopdimiz. Jangchilar paraqida kulib ketdi va uningga texmo yaqin shipqidi. Pahoy, 170 kilometr yo'lni bir kechada keyinchilab o'mlab besibsizlarda. To'xtanglar, oxiri texi bor, dedi Davudjon qiziq va so'zini davomlashtirdi. Atiganda qarsak, aeroplan yana kelyapmamdi. Ochiqim nadin keldi, bilimdiki og'amchamni yishib, bir salma tashlab tikanman, salmam aeroplanning bo'yniga tushibdi. Ashir kapitan ikkimiz kuchab turib, rasa tartibidoq, aeroplan oldimizga o'lik sadak pokla tushdi. Ashir kapitan, "Chiq, Davud, seni konili chiqqu", dedi. "Menmo ishkilanmayla aeroplanga erg'ibla chiqdim-da. Ey dedim, aeroplan osmonga qushdek yenikla chiqib ketdi. Osmonga chiqib olgandan keyin bizmo bo'sh kelmaymiz-da. Shexodiki, Chapayzidiki Gomindangning son-sanoqsiz potaylarini o'q tutib, kulini ko'k so'ravatdik. Shumi qiziq gap bo'ptimish. Qiziqchi bo'lsang, odamni kuldirib, kuchini uzivat", dedi hevizlabchi navbat elib. "Kuchimizni uzitib o'ltirib qo'yishma bizni yana", dedi jangchilardan birisi. "Qo'rqma, yana bir qiziq gap bilan ulab qo'ymiz", hevizlabchi gapini boshladi. G'uljida Langshani ololmayotgan kunlarning biri oldimizdagi cho'ng potay ejdahodek o't chechib turdi. Potayni portlataman deb nini yigitlar u dunyoga ketdi. Ichim titildab ketib bordi. Ya komandir menga ruxsat qilmaydi. Oxir u, "Yevez, sen bormsan bo'lmidi", dedi umidlik ko'zlarini menga tikib turib. 4 bombani qo'l yog'liqim bilan chigib mandim. Potayga yaqin bordimda keltirib kelib bir etib tikanman. Potay digining kuldek to'zib ketdi. Bir chaqda qarsam, 2 gomindan askari osmonga uchib chiqib ketib bordi. Birsi o'roq, birsi simiz. Simiz ustida, o'riqi ostida. "Pa, simizi yenik ekanda. Yenik bo'lmagan bilan", dedi hevizlabchi chiroyini o'zgartmay. "U qo'sh qanotli ekan. Ustidagi simizni o'riqidan so'radi. Ustidagi simizi o'riqidan so'radi. Ey, bu kimning bombasidir?" O'riqi javob berdi. "Sen texicha bilmadingmi? Bu hiliqi Heviz Baturning atgan bombasi emasmi? Shu, menmo Hevizningkimikin dedim. Uningla bo'lsa biz mushundoq bo'latdik." Jangchilar texmi qattiq kulishdi. So'z orliqlaridami kulishdi. Ba'zilarning kuli verib maydisi og'rib ketdi. Ba'zilar tiliqibmi qoldi. Kulka ovozini anglab sirtdan kirguchilar ko'paydi. Bir vozvot yetib qopadigan zimlanka ichi 100 dan oshiq odam bilan to'lib ketdi. "Sen tavuz tilib sotadigan baqqaldek parch-purat o'qachi bo'lib qopsan. Qani, seni to'plab sotadigan mollaringni ko'rib baqayli", dedi hevizlabchi. "Bir kuni G'uljidan telegramma kelib qoldi", dedi Davudjon qiziq. "O'qsam, meni qurboniyat namoziga imomatchilik qilib bersin deb chaqirtgan telegram ekan. Bo'pti, borsam boray dedim-da, 7 kuni tong saharda aeroplan bilan bordim. Aydurumda Abdukirim Abbosov oldimga chiqib turibdi. Seni yetib kelolmasmi deb ansirdik. Har holda vaqtida kelding. Mayli, butun jamoat sanga qarab turdi", dedi Abbosov xushal bo'lib. "Madrasaning oldiga kelsak, rost degandekla jamoat mening yo'limga talmurib qarshibla turibdi ekan. Meni ko'rib chavoqchilishib ketdi. Mening imomatchiligimda namoz boshlandi. Assalomu alaykum rahmatulloh deb o'ng yonimga qarsam, Ahmadjon apandi, Isoqbek, Rahimjonlar o'ltirib ketibdi. Assalomu alaykum rahmatulloh deb sol yonimga qarsam, Mo'g'ul divizion, Shiva eskadronining komandirlari sallalarni o'rab o'ltirishibdi." Zimlanka ichi kuchlik kulka qiqasdan titrab ketdi. "Bo'pti, qista turib oldinglar. Kuchinglarni ulab qo'ysam qo'yay", dedi hevizlabchi. "Ammo yana uzilib ketsam men to'lamayman." "Bo'ldi, bizga hisob. Bir kuni polkovnik Nizomiddinning itini sug'arg'ili Manas daryosi bo'yiga tushdim. Ot ochko'zlik bilan rasa suv ichyotadi. Birdilla ovqatdan Gomindang askarlarining pilmotdan menga qartib atgan o'qlari uchib kelishga boshladi. Qo'limdagi qamchining dasti irg'aydin edi. Kelgan o'qlarni qamchi dasti bilan birma-bir tok urib tushirvatdim. Otni xotirjam sug'urib qirg'oqqa chiqib ketib borsam, Gomindang askarlari yana menga qartib pilmotini qo'yivatdi.
Shunda qarag'udek bo'lsam, bir kichik bola apkashda suv ilib ketib beribdi. Otdan ingishibla bir chilikini ilib, suyini to'kitib beshimga kiyib oldim. Uchib kelgan o'qlar chilakka daranglab tegib, to'kirlab yerga tushib ketdi. Lapchilik, qiziqchiliklar rosa qizib avjiga ko'tarilayotgan chog'da bu yerdan xililar neridagi zimlankida batalyon shtabida Gayetning oldida beshini tuvan sangiltib vozvod komandiri Mahat turatdi. Gayet qattiq chichilgan, o'sgan soqol burutlari titrab ketgan, u o'zini bilmagan holda bu yoqqa mang'atdi. Mahatning yoqasidan olatdi, qo'lini ko'taratdi. Biroq qo'liqining tuvidagi tatuqqa ko'zi tushatdi-da, qo'l tekkizishdan yaltiyatdi. Sen odam emassan, eshaksan, eshakdan battarsan. Gayetning ko'k ko'zlari dahshatlik yongan, tikanlashgan seriq soqol burutlari titraydi. Mahat o'z iqrosini yana duduqlab so'zlab chiqdi. Shunchalik bo'lib ketgan bo'lsang, menga desang bo'lmamdi. Hey buqa, men sana ni cho'kallarni tepib bermaytimmi? Mahatning keynida miltiq tanglab turgan jangchi kulitishga tas qoldi. Rost, men jazman tepib beratdim, dedi Gayet ko'zlarini olaytib. Mahatning lavlari aran medirladi. Men yengildim, tugashdim, yo'ldosh komandir. Yengildim, tugashdim. Nima davatsan? Amdi butunlay barbat bo'lding. Rasvoyi gunoh uning beshini ko'tirgisiz sangalatgan edi. Qandoq ko'ngilning kayni kirsang, opirib cho'llarga tashlamdikan? U Mahatga miltiq tanglab turgan jangchiga qattiq vaqirdi. Hayda, qamab qo'y bu sharmandini. Uni haydab chiqib ketdi. Batalyon komandiri titrab ketgan qo'llari bilan bir o'ram tamakini taslikda yo'gidi. Uni tutashtirib qattiq shurab chekdi va bir minutda kichikkina qolgan qalduqini yerga tashlab, dastlab o'chirdi-da o'rnidan turdi. Uning beshi qayatdi, ko'zlari emir-chimir qilatdi. Sal turib olgandan keyin polik shtabiga qarab, qadimini yo'g'on ilib yurib ketdi. Davomi bor.